Bizda hozir tashqariga chiqib video qilayotganimiz sababi ringda politsiya chaqiraman deb baqir-chaqir qildi. Tailand o'zining qonun qoidalari bor. Shuning uchun bu yerda video qilyapmiz. Ko'plab sportchilar Edil bilan jang qilish uchun gonorar so'rab turgan bir vaqtda Edil bilan jang qildi. Bundan tashqari Aziz Esset Tailandda ham jang qildi. Shu bilan bir qatorda Rustam Gangster ham ushbu jangda qatnashdi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Qaytgancha Aziz Essetning bu qaroriga nima deysiz? Videomda ko'ringlar. Aziz aka, omadingizni bersin. Ana tarix uchun urushamiz, biz PRga qiziqmaymiz, pulga qiziqmaymiz deganlar chiqib birdan gonorar, finansiviy degan joyda siz chiqdingizdan keyin shiltig'ini chiqarib keldingiz anavda. Edikdi. Nima bo'lsa ham Alloh omadingizni bersin, akajon. Chest himoya qilish mana bunaqa, mana bu insondan o'rganinglar. Любой temadan qaytmaydi mana shu inson. Alloh omadingizni bersin aka, bu paxta qo'yish emas, men sizni hurmat qilaman aka. Nima bo'lsa ham bosing aka, to'xtash bo'lmasin aka. O'zim ham ko'raveraman bu ballar bilan aka. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum. Biz oxirgi videodan keyin bizga O'zbekiston tutganlar ko'p hech yozib ketishdi. Men o'zim sferamda imomada yurgan uchun imom aspirasiyasındagi bolalarga qayrilganimda o'sha vaqtdan büyük barib o'zlab mаған mendey video jo'rishdi. O'shoning arasidan mana bratan erkek krasavchik жалгыз братан атайын Qirg'izistondan bilet olib berdi, yoqqa kel. Biroz sparing qilavdi deb bratан bilan сөйлештік, yaxshi bratан ekan. Bizda hozir tashqariga chiqib video qilayotganimiz sababi ringda politsiya chaqiraman deb baqir-chaqir qildi. Tailand o'zining qonun qoidalari bor. Shuning uchun bu yerda video qilyapmiz. Bu chanoq ko'cha urushi emas, bu sportivda sparing qildik ukamiz bilan. Sababi o'sha kungi videosidan keyin butun o'zbeklar qirg'izlarga nisbatan noto'g'ri tushunib bir-biridan so'kish boshladi. Avvalambor videoni qaytadan ko'rsanglar, bu ukamiz aytgan, "Men MMA bo'yicha" degan, lekin videoning boshida o'zbeklarning ichidan duxu yetgani degan joyi bor, to'g'ri, lekin bu ukamiz bizga tushuntirdi, butun o'zbek xalqiga emas, bitta sportchilar haqida gap ketdi dedi. Keyin men aytdim, shunday ham telefonda, "Keling, chista duh degan joyingizga kuchim yetmasligi mumkin, texnikam yetmasligi mumkin. Men MMAchi emasman. Bitta boks tushib ko'ramiz ham, bir og'iz gapimga bo'ldi aka, bilet jo'natasiz.
hamma ishimni tashlab boraman, podgotovkadaman dedi. 1,5 oydan keyin janglar bor ekan. Janglarda omad tilaymiz. Mana bitta sparring qildik. İchimizdagini chiqarib oldik. Men o'zim mush urib, mush yeb tushunib oldim. Bu ukamizda biz o'zbeklarga bo'lgan nisbatan nafrat yoki bir negativ yo'q. Shuning uchun hurmatli do'stlar, esingizda bo'lsin, ikkita millatni urushni qilib qo'yish oson, lekin ikkita millatni aka-uka qilib qo'yish juda qiyin. Qirg'izistonda o'zbek aka-ukalarimiz yashaydi. Hammasi har xil tirikchilik qiladi. O'zbekistonda esa qirg'iz aka-ukalarimiz yashaydi. Ikkita uchta sportchini bir-biriga aytilgan gapi deb ikkita millat urushib qolish bu juda qiyin narsa. Avvalambor hammamiz Alloh yaratgan, hammamiz musulmonmiz. Sportning interes shunaqa bo'ladi. Jangdan keyin ham, sparingdan keyin ham ikkita erkak 5 tashlaydi, chunki ikkita erkak ikkita mamlakatning o'g'loni. Hech kim bir-biridan qo'rqmaydi, hech kim bir-biriga paxta qo'ymaydi. Mana 4 million, 5 million odamim bor deb men hech gapirganim yo'q. Bu ukamman, bayesman deb hech gapirganim. Keling aka 9 yetgan bo'lsa dedi, men ham chiqdim. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Shuning uchun qirg'izlar, o'zbeklar biz bitta xalqmiz.